qancha ko'p ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Hurmatli yurtdoshlar, so'nggi vaqtlarda o'zini aloqa kompaniyasi operatori, bank, ichki ishlar organlari yoki xavfsizlik xizmati xodimi deb tanishtirib, firibgarlik yo'li bilan fuqarolarning bank kartalaridagi mablag'larni o'zlashtirish yuzasidan ichki ishlar organlariga ko'plab murojaatlar kelib tushmoqda. Bu kabi firibgarlar telefondagi suhbat davomida asosan rus tilida muloqot olib borishadi. Видите, замечательно. Покажите мне, пожалуйста, еще раз свой кабинет. Покрутите камерой. А почему у вас опять в кабинет дверь открыта? Меня зовут Ужана Аскаровна. Я старший лейтенант милиции по Мирабадскому району ГУВД вас беспокоит. Да. В отдел милиции поступило вчера заявление, подделка документов указана. Вас беспокоит начальник Мирабадского органа внутренних дел. А вы подскажите, по какой причине вы не дали отказ от сотрудничества со следствием? Не, подождите. Речь идет Да. о том, что аферисты сейчас используют ваши документы в мошеннических целях. Yanada ishonch qozonish uchun soxta hujjat tayyorlab, messenjerlar orqali sizga yuborishadi. Firibgarlar o'zini tergovchi, profilaktika inspektori, boshqarma boshlig'i deb tanishtirishi yoki ochiq manbalardan foydalangan holda xodimlarning formali fotosuratlari bilan soxta akkauntlardan xabar yuborishlari mumkin. Esingizda bo'lsin, telefoningizga kelib tushgan turli APK virusli ilovalarni, hatto eng yaqin tanishingizdan kelgan bo'lsa ham aslo ochmang. Begona odamlardan siz kiberhujumga uchraganingiz va bank kartangiz xavf ostida ekanligi, operatsiyani to'xtatishni so'rab messenjerlardan kelayotgan audio va video qo'ng'iroqlarga ham umuman javob bermang. Agar siz soddalik qilib, sizga aloqaga chiqqan odamni asli kimligini tekshirmasdan, ular so'ragan SMS kodni tasdiqlasangiz, firibgarlarga bank kartasining boshqaruvini topshirgan bo'lasiz. Oqibatda esa nomingizga onlayn kredit olish yoki qisqa muddatlarda kartangizdagi pullarni o'g'irlanishiga sharoit yaratib berasiz. Yodda tuting, bank yoki huquqni muhofaza qilish organi xodimi sizdan bank karta ma'lumotlarini so'rab qo'ng'iroq qilmaydi va shaxsiy ma'lumotlaringizni messenjerlar orqali tasdiqlashni hech qachon so'ramaydi. Hech bir davlat idorasi xodimi sizdan bank rekvizitlari yoki parollarni so'rashga haqqi ham yo'q. Begona odam bilan telefonda suhbatlashganda shubhalanishni odat qiling va yaqinlaringizga buni doim eslatib turing. Ogoh bo'ling.